Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Bizning bu videoni olishimizdan maqsad bizda texnik xizmat ko'rsatish ham bor, ya'ni servis xizmati. Hozir bizni mijozimizda, ya'ni o'zimiz klientimizda shunaqa holat ro'y berdiki, aql bovar qilmaydigan bu Sangro degan invertorni biz yomonlashyapmiz. Zo'r invertor bu, hamma joyda ishlayapti, muammo qilgan yo'q. Birdaniga buni ichki texnik nosozligi sabab, bu endi o'zlari zavodskoy qandaydir joy nosoz bo'ldi. O'shani hisobiga biz operativ holatda invertorni, ya'ni kimlargadir o'xshab invertor olib ketib, uni 1 oy 2 oy cho'zmasdan shu o'rnida yangisiga almashtirib beryapmiz hozir buni. Mana hozir korobkamiz bor, korobkada yechib ko'rsatamiz sizlarga yangiligini. Haqiqatdan videoni qilishimizdan maqsad shu narsani, ya'ni mijozlar ishonchli firmalar bilan, kompaniyalar bilan ishlaydi. Haligi bir marta qo'ydi, shu bilan unutdi, pulingizni oldi, ketdi emas. Hammasini joyidan qilib, mijozimiz 2 kun bo'ldi telefon qilishganiga, 2 kun ichida mana biz tezda aloqaga chiqib, muloqot qilib, xitoyliklar bilan aloqaga chiqib, darrov shu narsani tashkilladik. Ular bilan kelishdikki, mijoz qo'yni qolmasin, birinchi yangisini olib kelaylik, eskisini sizga jo'natib yuboramiz. Ular ham kelishdi, ular ham rozi bo'lishdi. Xuddi shunday holatda mana hozir eskisini yechamiz, yangisiga almashtirib beramiz. Ochish jarayonida. Bismillahirrohmanirrohim. Biz mijoz tomondamiz. Maqsadimiz pulini olib qochish emas. Biz mijoz tomonda, Xudoga shukr, mijozimiz bizga ishongan. Bundan bari ham ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, kimda qanaqa muammo bo'lsa, hal qilib beramiz. U qo'ydi qochdi emas. Kimda qanaqa muammo bo'lsa chiqinglar, biz tomondami, ishlab chiqaruvchilar tomondami, hammasini Xudo xohlasa birgalikda, faqat birgalikda, sizni o'zingizga tashlab qo'ymaymiz, mijozlar o'ziga tashlab qo'ymaymiz. Birgalikda hammasini hal qilamiz. Yangisi zo'r. Kompaniyaga ham rahmat, shu jumladan kompaniya ham qarab o'tirgani yo'q, yordam qildi bizga. Ishongani uchun, nimaki biz shuncha invertorlar o'shalardan sotib olamiz, o'rnatamiz mijozlarga. Kompaniya bizga ishonadi, biz ham kompaniyaga ishonamiz. Mijoz ham bizga ishonadi. Eng asosiysi. Ishonch bo'lsa, hamma ish tez hal bo'ladi. Asosiy ishonch bo'lishi kerak. Kimdan nima olyapsiz, ishonib, ko'nglingizda bormi, o'shani albatta maslahatlashing. Qayerga qo'ygan, nima qilgan, bir borib ko'rib ishlarni keyingina tanlang. Pulingizni berishga shoshilmang. Faqat ishonchli odamlarga bering pulingizni. Berib qo'yib kimlargadir adashib qolmaylar demoqchiman xolos. Mana hozir yechib, zamin mahallada, ya'ni almashtiryapmiz hozir. Mana ishladi. Xudo xolasa ishladi zo'r hammasi. O'zi arzimagan 15 minutlik ish yo'q bitta. Bu yerda ya'ni 15 kilovatlik stansiyamiz bor, 15 kilovat panelimiz bor, quyosh paneli. Bitta Longi Haymo X10 qo'yilgan, Sangro invertor qo'yilgan. Sangro invertorlar ham zo'r, mana ishladi, Xudo xolasa muammosi yo'q chiqadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.